Men O'zbek davlat sirkida ishlab yurgan paytimda menda taklif bo'ldi Ma'murjonga. Ma'murjon o'zi qiziqib yurar ekan. Ikkalamiz nomer ishlashni boshladik. Bularda taklif bo'lgan, menda esa qiziqish bo'lgan. Ko'pincha ishxonada bo'lamiz, kechgacha. Ishdan tashqari holatlarda dam olgani ham borib turamiz boshqa joylarga. Bo'sh vaqtimizda masalan yo'q qolib kanal mana shuni aytamiz. Nafaqat ishda qolaversa, hayotda ham aka-uka, yaqin do'st sifatida ham ko'raman bularni. Ishda partnyor sifatida. Har bitta sirk artistining o'zining orzusi yoki maqsadi bor. Bizning sirk yo'nalishimizda ham Monte Carlo festivali bor. Bizning asosiy maqsadimiz o'sha sirk festivalida qatnashish va nufuzli o'rinni egallash. Har xil davlatlarda ishlaydigan artistlarni ko'rib, shulardan ilhom olamiz. Chiqishimizda bitta turk bajardim, element bajardim. Oyog'im osmondan boshim pastga qarab tushgan. Repetitsiya qilmagan to'g'risi. O'zi ham mashincha qolganda ushlab qoldim. Azgincha qoldi lekin. Butun hayotim ko'zim oldidan o'tib ketdi. Chunki to'g'risini aytaman, 100% tayyor emasdik. Bir hafta qolganda tayyorgarlik ko'rib boshladik. Shahzoda o'sha Ma'murjonning tishida ko'targanda qoyil qolish tushunasizga. Voy. Birovni taqdiri tishida turibdi, tishida. Vozdux ishlaganman. Bu nomerdan oldin ozgina bo'lsa ham tajribam borligi uchun o'sha turk qo'shishga qaror qilganmiz. Shahzodaning reaksiyalariga qaraganda, menimcha o'xshadi. O, Spiderman ekanda bular. Sahnada o'sha двойной обрыв qilganimiz juda ham yaxshi chiqdi. O'zimizdan ham qo'limiz to'ldi. Ikkitali avrif boshlagan paytimiz repetitsiya jarayonlarida yiqilishlar bo'lgan. Ularning ustlariga necha marta tushib ketganman. Qo'l qayrilishlari bo'lgan necha marta. Sekin-sekin vaqt o'tgan sari o'sha repetitsiya qilib to'g'rilagan shu narsani. Jonli efirga o'tamiz deb men kutmagandim. Men esa kutgandim. Men kutmagandim chunki qatnashuvchilar juda ham ko'p edi. Gruppoviy chiqarishdi-ku. Bizning gruppa chiqqanda o'sha Bobur aka boshlayotdi gapni, men aytaman, ichimda o'ylayman hozir nimadir negativ bo'ladi deyman deb. Bobur aka qoniqarli javob berdi. 3 ta ishtirokchini hammani qoldirishdi. Вперед готовиться к финалу. Tabriklaymiz. Siz jonli efirdasiz. Men esa bilganim o'tishimizda O'zbekistonda bitta yagona nomer hisoblanadi. Shuncha ishtirokchilar ichidan jonli efirga o'tish ham o'zi bu katta narsa deb bilaman. Ulkan motivatsiyalar oldik biz. Jonli efirga o'tgan safariga qilgan xatolarimizni to'g'rilab va yanada kuchli turklar qo'shamiz. Har bir tomoshabin o'zi ko'rib, o'zi baho beradi, o'zi ovoz beradi shu. O'zbekiston Got Talent bu bizlar uchun o'z iqtidorlarimizni namoyish etishga imkon bergan loyiha deb hisoblaymiz biz. Jonli efirda sizlarni lol qoldiramiz va bizga ovoz berishni unutmang. Baho Machta. Sentier de gloire, sentier de gloire.